qo'yaman. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Xolida bilan make-upimizni o'chiramiz. Ya'ni Mio Beauty'ning kosmetikalar yordamida nima qilamiz? Tozalaymiz. Birinchi sochimizni yig'ib olsak. Biz sochimizni yig'ib oldik. Demak, birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Makiyajimizni Artamiz. Men Mio Beauty'ni tonerdan ishlatganman. Prям rostdan zo'r. Da, bu anaqa emas, aldamaydi. Biz уже micellarni vodada tozalab bo'ldik. Hozir endi penkada yuzimizni yuvib chiqamiz va uxodlarni ko'rsatamiz keyin. Biz bo'ldik. Penkada yuzimizni tozalab oldik. Men bitta narsani aytishim kerak. Men har doim yuzimni birinchi gidrofilniy maska penka bilan yuvardim. Bu safar просто penkada yuvdim. Zo'r tozaladim. Men bunga gulichadan bilsanglar ham bo'ladi. Hozir yuzimiz top-toza, hech narsa yo'q. Endi uxodlarga o'tamiz. Сыпались ham приятный. Face mask. Tak, tayyorchasi bor ekan, mana bunaqa ko'rinishda. Buni olib hozir yuzimizga surtamiz. 15 minut kutamiz. Biz bo'ldik. Yuzim ancha tiniqlashdi. Boy ozgina xiralik bor edi. Yumshoq bo'lib qoldi, takoy уже. Yaltirayotganini sezasizmi? Xullas, bizda shunaqa rezultat. Ko'rib turganinglardek, yuzimizni ikkalamizda ham oqarib, tiniqlashib qoldi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz Mio kosmetikalarini. Hammanglarga rahmat. Chestno, o'ziblar bo'ldi. Mana aldamaydi. Men aldamayman.